Hozir o'rta. Mana buni qarang. Voy, zapalku. Voy. Menga ham o'tkazizlar buni, voy. Tushunmadim. Tomiy ketganmisani, nimaga qo'l ko'taryapsan menga? Sen tuvar, nima ish qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilib qo'yayman? Mana buni ko'r. Sani iflos hazilingni deb uyda gulday oilab bizil sharafasi turibdi. Ayolim meni eshitishni ham xohlamayapti. Menga xiyonat qildingiz. Sizdan buni kutmagandim. Onasi, sen meni noto'g'ri tushunyapsan. Bu og'aylarim hazili, hozir shunaqa narsani chiqib ketgan. To'g'ri tushunga? Hech narsani eshitishni xohlamayman. Siz bilan yashamayman. Hozir qaynatamnikidan kelyapman. Kuyov, uyda gulday xotiningiz bo'lib turib, ikkita farzandingiz bo'lsa, ko'chada qalam xaraj yurishga uyalmaysizmi? Adajon, to'g'ri, siz to'g'ri aytyapsiz. Lekin hozir shunaqa narsalar chiqib ketgan. Bu shunchaki oddiy o'rtalarimning hazili. Qo'ysangchi kuyov, nima qilasiz menga yolg'on gapirib? Xo'p, adajon.